O'zbekiston Respublikasida har sohada bo'layotgan islohotlar o'zini davomli ekanligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Biz buni muhtaram prezidentimizni diniy ma'rifiy sohani takomillashtirish borasidagi yangi farmonlarida ham ko'rib turibmiz. Jumladan akademiyada mana asosiy vazifalar etib 6 ta bandda muhim topshiriqlarni muhtaram prezidentimiz belgilab berdilar. Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini zamon talablaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqish, takomillashtirish va ayniqsa dinshunoslik, islomshunoslik, psixologiya, islom iqtisodiyoti, manbashunoslik, xalqaro munosabatlar va bugun jamiyatda shunga ehtiyoj bo'lgan qator boshqa yo'nalish va mutaxassisliklarni ham joriy etish bo'yicha topshiriqlar bor. Mana bugun akademiyada 40 dan ortiq xalqaro hamjamiyat, tashkilotlar, turli institutlar, universitetlar, akademiyalar bilan hamkorlik bor. Mana shu hamkorlik asosida yangi ta'lim dasturlari, ta'lim standartlarini soha bo'yicha ishlab chiqish va ilg'or texnologiyalar asosida tatbiq etish asosiy vazifalardan belgilangan. Bugun dinlar aro, konfessiyalar aro, millatlar aro bag'rikenglik masalasi har doimgidan ham muhim bo'lib turibdi va shuningdek jamiyatda deradikalizatsiya, ya'ni turli mutaassib g'oyalarga yoshlarimiz kirib qolmasligi, berilib qolmasligi, xalqimizni bundan ogoh qilish va ilmiy tadqiqotlar asosida o'z xulosalarimizni berib, bu yerda jamlangan barcha olimlar, mutaxassislar ishtirokida va xorijiy hamkorlar ishtirokida yo'nalish bo'yicha alohida vazifalar berilgani ham ahamiyatli. Bugun yoshlarimizni har qanaqasiga vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga shay bo'lishimiz kerak va olib borayotgan ishlarimizni tubdan qayta ko'rib chiqib, ularning dunyo qarashi qanday bo'lyapti, umuman vatan tushunchasi, vatanparvarlik tushunchasi qanday bo'lyapti, vatanga muhabbat, umuman o'zi vatanga qanday o'zini muhabbati va sevgisini ko'rsatish haqida yangi bilim, yangi tafakkur, yangi tushunchalarni berish davri yetmadimikin degan nuqtai nazardan muhtaram prezidentimiz ushbu vazifalarni to'la to'kis qabul qilib, jamoamiz bilan bu boradagi ishlarni tubdan qayta ko'rib chiqish, bekorga aytmayapman, qayta ko'rib chiqish. Olib borayotgan ishlarimizda muayyan yutuqlar bor, lekin zamon talablari bilanchi? Mana shu savollarni qo'ygan holda vazifalarni berdilar muhtaram prezidentimiz. Ushbu farmon aynan mana shu masalalarda ham juda katta yechimga asos bo'ladi. Akademiyaga bir qator huquqlar ham berganliklari mana yillar davomida bizda muammo bo'lib turgan ayrim masalalarni yechib berganliklari butun jamoa tomonidan va hamkorlarimiz tomonidan juda ham yaxshi qabul qilinganini e'tirof etish kerak. Jumladan xorijiy mutaxassislarni jalb etish. Mana xalqaro akademiya bo'lgandan keyin xalqaro mutaxassislarga juda katta ehtiyoj bor, lekin xalqaro darajadagi mutaxassislar albatta o'z-o'zidan kelmaydi. Ularni muayyan o'sha standartlar asosidagi maosh bilan jalb etiladi. Mana shu masalalarda ham bizni qo'limizga yechib berganliklariga alohida e'tibor qaratmoqchimiz va shuningdek akademiyada to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan talabalarimizning kontrakt miqdorlarini ham ayrim talab ko'p bo'lgan yo'nalishlarda bir necha marta oshirish imkoniyati talabga qarab kontrakt muddatlarini ham uzaytirish yoki belgilash masalalarida ham akademiyaga erkinlik berildi. Professor o'qituvchilarimizni xorijga yuborish yoki xorijdan taklif qilish masalalarida alohida dastur ishlab chiqiladi va o'sha xalqaro standartlar asosida ish olib boriladi. Mana bugun biz ko'rib turibmiz, ayniqsa juda ham hassos bo'lgan diniy masalalardagi matbaa nashrlari ham chop etilyapti, lekin bu borada akademiya ilmiy tadqiqotlari bilan, ilmiy xulosalari bilan, ilmiy manbalarga asoslangan adabiyotlarni nashr etishi bo'yicha o'zini grifini olishga to'liq huquq berildi. Ushbu farmonning asl mazmun mohiyati muhtaram prezidentimizni quyidagi so'zlar bilan uyg'un holda talqin etilishi maqsadga muvofiq. Biz jamiyatimizda har qanday radikallashuvga, yoshlarimiz ongini buzg'unchi yot g'oyalar bilan zaharlashga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashiga yo'l qo'ymaymiz deganlar. Haqiqatdan ham ushbu so'zlarning mazmun mohiyati bugun jamiyatimizni bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar va muammolari bilan uyg'un holda talqin etilishi mumkin.